Bugungi kunga kelib avtohalokatlar soni ortyaptiki, ammo kamayishi dargumondek go'yo. Bir necha soniyalar rul boshqaruvidagi hushyorlikni yo'qotish yoki bo'lmasa me'yordan oshirilgan tezlik yo'l transport hodisasi sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Yuqorida aytilgan xatolarga yo'l qo'yilganligi sabab Surxondaryo viloyatining Denov tumanida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Muxbirimiz Abror Mamarahimov voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida manzilga bordi. Hozir shu haqda. Nima bo'lgan bunga? Surxondaryo viloyatining Denov tumanida sodir bo'lgan ushbu mudhish yo'l transport hodisasi joriy yilning 22-iyun kuni Mehnatobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi ichki yo'lda yuz bergan. Ushbu yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari o'rganildi va dastlabki xulosalarga ko'ra Nexia avtomashinasi tezlikni oshirganligi, qarama-qarshi bo'lakka noto'g'ri quvib o'tib chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Zil avtomashinasining haydovchisi sog'liq uchun og'ir tan jarohatlari olib, shu kunning o'zida tuman tibbiyot birlashmasiga yetkazilgan. Hozirda Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda.